Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana bugun biz sizlar bilan o'zimizni xonadonimizda, o'zimizni qo'ramizda boqilayotgan qo'chqorlarni video qilib ko'rsatishga qaror qildik. Mana ertalabda bularga yem-hashagini beryapmiz. Xo'p. Qo'chqorlarimiz aytib o'tganman, oldingi videolarimizda 3,5 million, 4 million qilib olingan qo'chqorlar. Endi bularga yong'oq palak bilan moshparat aralashtirib drablikani o'tkazib chiqarib beryapmiz. Bu yerda hozir boqilayotganlar qo'chqorlarning soni 50 dan ziyod. Xo'p, mana bunaqa Qirg'iziston qo'chqorlaridan har xil qilib olib boqyapmiz. Effekt Qirg'iziston qo'chqorlari effekt yaxshi ekan. Endi shunga effekt maqsad qo'yib boqishdan maqsad yaxshi daromad qilish. Daromad qilish bo'lgandan keyin yem-hashagini oqlash kerak. Shunga Qirg'iziston qo'chqorlaridan qo'ldan kelgancha olyapmiz. O'zimiz jaydarlardan ham bor, arzonroq uchrasa ulardan ham olyapmiz. Ko'proq endi sariq olishga harakat qilyapman. Sariq qo'chqor endi hozir yaxshi ketyapti, bozor ham yaxshi tortyapti. Shularga ham sariq qo'chqor, Qirg'iziston qo'chqorlarini olib boqishni tavsiya qilaman. Mana shu qo'chqorlarimiz ham 3,5 million olganmiz. Qo'chqorlarimiz hammasi 3,5 million, 3 million 200 ming olib olingan qo'chqorlar. 3 million mana bu yerda 3 million qo'chqorlar ham bor, 4 millionlik qo'chqorlar ham bor. O'zimizda Hisori qo'chqorlardan bor mana bu yerda. Mana bu qo'chqorlarni yangi oldik. Endi bular hozir rejimda. Ularga qarov kerak, mehr kerak. Arzonroq uchraganini olib keldik. 3 million 200 ming, 3,5 million qilib olib keldik. Sekin ularga mehrni berib qarasak, qo'yib oladi ana. Kattalarga o'xshab. Mana jaydar qo'ylar. Bu qo'ylarimiz ham 4 million 75 ming olingan. Mana hozir shukur effekt yaxshi o'zgaryapti ular ham. Zo'r. Endi hozir bularga hashagini berdik. Hashagini bo'lgandan keyin yemini beramiz. Yemiga hozir endi bularni ko'p yem bermayapmiz. Bularga 300 grammdan beryapmiz. Bir oydan keyin shuni 400 gram qilamiz. Yozdan vaqt keyin 500 gram qilib qo'shib ko'tarib, xudo xolasa ko'rsatib boramiz videolarimiz davomida. Sizlardan like, podpiska ishlaringizni so'raymiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kimga anaqa chiroyli qo'chqorlar kerak bo'lsa, sotuvda ham bor, qilib beramiz. Qirg'iziston qo'chqori deydi, qanaqa qo'chqor bo'lsa ham sifatli qo'chqorlardan qilib, mana bunday go'zallaridan mana qo'chqor go'zal qo'chqorlar bor, yig'ilyapti. Qiziqqan akalarga sotilaveradi ham. Telefon raqamlarimiz 95lik kodi bilan 856 0040. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Qilib beramiz.